Insonlar orasida g'alati bir qonun bor. Ba'zan sen doim yonida bo'lishni to'xtatganingdan keyingina odamlar senga boshqacha munosabat qila boshlaydi. Bu ataylab qilinadigan yomonlik emas. Ko'pincha odamning o'zi ham buni anglamaydi. Lekin turli munosabatlarni uzoqroq kuzatsang, bir xil holat qayta-qayta uchraydi. Do'sti yozgan zahoti javob beradigan odamning e'tibori asta-sekin odatiy narsaga aylanadi. Bir kun javob bermasa esa birdan tinchlikmi, qayerdasan degan savollar boshlanadi. Har doim uchrashishga tayyor insonning vaqti qadrsizdek tuyula boshlaydi. O'z rejasi, mashg'uloti, maqsadi bor insonning 1 soat vaqti esa qimmatli ko'rinadi. Munosabatlarda ham shunday. Butun hayotini boshqa bir odam atrofida qurgan inson bora-bora odatiy mavjudlikka aylanib qolishi mumkin. O'z hayoti, qiziqishlari va rejalarini saqlab qolgan inson esa yo'qligida sog'iniladi. Bu juda og'riqli haqiqat. Chunki sen ehtimol butun umr mehrni boshqacha tushungansan. Men qanchalik ko'p bersam, ular ham meni shunchalik qadrlaydi. Men har doim yonida bo'lsam, ular mening sadoqatimni tushunadi. Men hech qachon rad etmasam, ular ham bir kun men uchun shunday qiladi. Lekin hayot har doim bu tenglamaga bo'ysunmaydi. Ba'zan sen qancha ko'p o'zingni taqdim qilsang, odamlar bunga shuncha tez ko'nikadi. Avval sening tez javob berishing yaxshi fazilat edi. Keyin bu kutiladigan holatga aylandi. Keyin esa umuman e'tiborga olinmay qo'ydi. Avval qilgan yordaming uchun rahmat aytilardi. Keyinchalik esa sen yordam bermasang, savol tug'iladigan bo'ldi. Avval sening mehring sovg'a edi. Keyin u odatiy xizmatga o'xshab qoldi. Insonlar ertalab quyosh chiqqani uchun har kuni minnatdorlik bildirmaydi, chunki uning chiqishiga ishonadi. Doimiy mavjudlik ham ba'zan shunday taqdirga uchraydi va aynan shu yerda ko'pchilik tan olishni istamaydigan haqiqat boshlanadi. Odamlar har doim sening mehringni emas, sening alohida shaxs ekaningni hurmat qiladi. Bu sovuqqon bo'lish degani emas. Bu odamlarni ataylab kuttirish ham emas. Bu meni sog'insin deb g'oyib bo'lib ketish haqida ham emas. Gap boshqa narsada. Gap shundaki, sening hayoting boshqa birovning e'tiboridan tashqarida ham davom etish kerak. Sening fikring bo'lish kerak. Sening vaqting bo'lish kerak. Sening yo'q degan javobing bo'lish kerak. Sening ichingda faqat boshqalarning ehtiyojlari bilan to'ldirilmagan, o'zingga tegishli joy qolishi kerak. Carl Jung insonning jamiyatga ko'rsatadigan qiyofasi haqida ko'p yozgan. U buni persona deb atagan, ya'ni odamlar orasida yashash uchun yaratgan tashqi qiyofamiz. Ammo uning ortida yana bir inson bor, haqiqiy sen. Va agar sen doim boshqalarga moslashib, o'zingni ularning ehtiyojlariga qo'shib yuborsang, bir kun kelib odamlar na tashqi qiyofangni, na ichingdagi haqiqiy insonni aniq ko'ra oladi. Chunki eshik doim ochiq bo'lgan uyga odamlar bir muddatdan keyin taqillatmay kirishni boshlaydi. Sen esa balki uzoq vaqt aynan shunday uy bo'lib yashagansan. Ko'pincha bu juda katta xiyonat bilan boshlanmaydi. Aksincha, mayda holatlar bilan boshlanadi. O'zi alohida qaralsa, hatto ahamiyatsizdek ko'rinadigan vaziyatlar bilan. Masalan, sen xabarga bir necha soniyada javob berasan, lekin javob soatlar o'tib, yarim ko'ngil bilan qaytadi. Sen iltimosni ikkilanmay bajarasan, lekin buning uchun hech qanday e'tirof bo'lmaydi. Sen biror noqulaylikni ichingga yutasan, janjal chiqmasin deysan, ammo keyingi safar odam yana o'sha joyini bosib o'tadi. Hatto uzr ham so'ramaydi, chunki uning xayolida u yerda hech qanday chiziq yo'q edi. Nega? Chunki sen o'sha chiziqni allaqachon o'chirib yuborgansan. Bu sen sevishga loyiq emassan degani emas. Bu sen yomon odamsan degani ham emas. Bu shuni anglatadiki, sen o'zingni shu qadar qulay qilib qo'ygansanki, odamlar sening ichki qarshiliging ham bo'lishi mumkinligini unutib yuborgan. Inson tabiatan hech qanday qarshilik yo'q joyni qadrli deb bilmaydi. U ko'proq o'z chegarasi bor, o'z nafasi bor, o'z markazi bor narsaga e'tibor beradi. Shuning uchun ham odamlar ko'pincha senga berishni to'xtatganing uchun emas, balki sen hech qachon evaziga biror narsa kutmaganingni anglaganidan keyin hurmatini yo'qota boshlaydi. Bu juda noqulay haqiqat. Chunki shu yerda
Odam o'zini faqat jabrlanuvchi deb ko'rsatib qutula olmaydi. Ha, ehtimol boshqalar e'tiborsiz bo'lgandir. Ha, ehtimol ular sening mehringga yarasha javob bermagandir, lekin yana bir haqiqat bor. Ularga sen bilan qanday muomala qilish mumkinligini ham ko'p marta o'zing o'rgatgansan. Har safar iching og'risa ham indamay qolganingda sen shunaqasi ham mumkin deb ko'rsatgansan. Har safar bir tomonlama harakatni davom ettirganingda sen men baribir shu yerdaman deb bildirgansan. Har safar ichingdagi xafalikni aytmay, tashqarida xotirjam ko'ringaningda sen bu yer xavfsiz hudud, bu yerda oqibat yo'q degan darsni bergansan. Odamlar ham shu darsni yodlab olgan. Ular yovuz bo'lgani uchun emas, balki inson tabiati tekin berilgan narsaning bahosini ko'pincha unutishi uchun. Agar biror narsa cheksizdek tuyulsa, odam uning tugashi mumkinligini jiddiy o'ylamaydi. Sen esa ichingda allaqachon qurib borayotganingni bilarding, faqat buni ko'rsatishga qo'rqarding. Chunki ehtiyojingni aytsang, juda ko'p narsa xohlaysan deyishlari mumkin edi. Chegara qo'ysang, sen o'zgarib qolibsan deyishlari mumkin edi. Shuning uchun ham sen boshqalarning qulayligi bilan shug'ullanib yurib, o'zingning ichki holatingni oxirgi o'ringa surib qo'yding. Mana shu ko'rinmas mehnat ichida sen haqingda eng muhim narsa asta-sekin yo'qola boshladi. Odamlarda senga nisbatan qiziqish. Chunki qiziqish uchun bir oz noma'lumlik kerak bo'ladi. Qiziqish uchun odam seni to'liq ochib bo'ldim deb o'ylamasligi kerak. Qiziqish uchun senda faqat xizmat, faqat tayyorlik, faqat moslashuv emas, balki mustaqil ichki dunyo ham borligi sezilishi kerak. Agar sen o'zingni butunlay tushunarli, butunlay oldindan bilinadigan, doim qo'l yetadigan holga olib kelsang, odamlar senga suyanishni boshlaydi, lekin senga intilmaydi. Bu ikki holat bir xil emas. Suyanishadi. Chunki sen qulaysan. Intilishmaydi. Chunki ularda buning zarurati qolmaydi. Ko'p odamlar aynan shu farqni kech tushunadi. Ular nega meni yaxshi ko'rishmayapti deb o'ylaydi. Aslida esa masala ko'pincha muhabbatning yo'qligida emas. Masala shundaki, ular o'zlarini shu qadar qulay qilib qo'ygan bo'ladiki, boshqalar ularga yaqinlashishga harakat qilmay qo'yadi. Bu jazolash haqida emas. Bu endi men ham qasddan sovuq bo'laman degan o'yin haqida ham emas. Sun'iy masofa uzoq yurmaydi. Odamlar farqni sezadi. Haqiqiy ichki markazdan kelgan sokin masofa bilan ataylab ko'rsatilgan beparvolik bir xil tuyulmaydi. Birida ichki tayanch bor. Ikkinchisida esa strategiya hidi bor. Shu sabab gap boshqani rashk qildirishda emas. Gap shundaki, sening hayoting boshqa odam qatnashmasa ham mazmunli bo'lishi kerak. Senda shunday mashg'ulot bo'lishi kerakki, u faqat kimningdir e'tiborini kutish bilan bog'liq bo'lmasin. Senda shunday mezon bo'lishi kerakki, bosim kelganda ham bukilib ketmasin. Senda shunday sokin kuch bo'lishi kerakki, kerak paytda ortga qadam tashlay olsin. Mana shunday odamga nisbatan hurmat tabiiy paydo bo'ladi. Chunki bunday insonning mehri majburiyat emas, tanlov bo'lib ko'rinadi. Tanlov esa doim qadrlanadi. Majburiyat esa ko'pincha odatiy narsaga aylanadi. Buni oddiy hayotning ko'p joyida ko'rish mumkin. Ishxonada vaqtiga chegara qo'ya oladigan xodim ko'pincha jiddiyroq qabul qilinadi. Qachon desang bo'ladi deydigan xodim esa asta-sekin almashtiriladigan odamdek ko'rinadi. Ba'zan yo'q deydigan do'stning xasi yodda qoladi. Hech qachon rad etmaydigan do'st esa faqat biror narsa kerak bo'lganda esga tushadi. Munosabatda ham xuddi shunday. Do'stlari, maqsadlari, qarashlari saqlanib qolgan inson ko'proq istaladi. Butun borlig'ini munosabat ichiga eritib yuborgan inson esa aksincha kamroq qadrlanadi. Bu adolat emas, lekin mexanika shunaqa. Inson diqqati ko'pincha qimmatni taqchillik orqali o'lchaydi. Vaqt kam bo'lsa, qadrliroq tuyuladi. Mehr istalgan payt olinavermasa, mazmunliroq seziladi. Mavjudlikning bahosi esa ko'pincha uning yo'qligi mumkinligi bilan bilinadi.
Shuning uchun ayrim odamlarni ketgandan keyin ko'proq eslashadi. Qolganlarni esa borligida yetarli darajada ko'rmaydi. Lekin bu yerda yana chuqurroq bir nuqta bor. Masala shunchaki kamroq ber, ko'proq qadrlanasan degan yuzaki xulosada emas. Asl savol boshqa. Sening yoningda qolayotgan odam seni tanlayaptimi yoki shunchaki sening doim mavjudligingga yopishib qolgani uchun qolayaptimi? Bu ikkisining farqi juda katta. Agar inson istasa ketishi mumkin bo'lsa-yu, baribir qolsa bu tanlov bo'ladi. Agar insonda umuman boshqa markaz bo'lmasa, boshqa hayoti bo'lmasa, boshqa ichki tayanchi bo'lmasa va shu sabab bir joyga mahkam yopishib qolsa, bu yaqinlikka o'xshasa ham ichida erkin tanlov kam bo'ladi. Haqiqiy yaqinlik ikki tomonda ham ichki mustaqillik bo'lganda paydo bo'ladi. Shunda odam sen bilan bo'lishga majbur emas, lekin sen bilan bo'lishni xohlaydi. Mana shu joy hurmatning ildizi. Karl Jung insonning alohida shaxsga aylanish jarayoni haqida ko'p yozgan. Uning fikricha ko'pchilik butun umr oilasi, muhiti, yaqinlari kutgan shakldan chiqolmaydi. Tashqaridan qaraganda ulg'aygandek ko'rinadi, lekin ichkarida hanuz eski talablar bilan yashaydi. Ya'ni men qanday bo'lsam meni qabul qilishadi degan savol emas. Men qanday bo'lsam yoqimliroq bo'laman degan savol bilan yashaydi. Shunda insonning ko'p harakati sovg'a bo'lib emas, ichki majburiyat bo'lib chiqadi. U berishni xohlayman deb emas, bermasam meni tashlab ketishadi degan yashirin qo'rquv bilan beradi. Tashqaridan bu sadoqatga o'xshaydi, lekin ichkarida bu ko'pincha tirik qolish usuli bo'ladi. Sen ham ehtimol ko'p munosabatlarda shunday yo'l tutgansan. Birinchi bo'lib yozgansan. Birinchi bo'lib uzr so'ragansan. Birinchi bo'lib ko'prik qurgansan. Chunki kutish senga xavfdek tuyulgan. Sukut senga oddiy bo'shliq emas, dalildek sezilgan. Agar sen ortga qadam tashlasang, ular keladimi yoki yo'qmi? Mana shu savolning javobi seni qo'rqitgan. Shuning uchun ham sen ko'p masofani paydo bo'lishi bilan darrov yopib yuborgansan. Bu rad etilishdan qochish emas edi faqat. Bu undan ham nozikroq narsa edi. Tasdiqdan qochish. Chunki agar sen bir marta jim tursang va narigi tomon seni izlamasa, ichingdagi eng eski qo'rquv tasdiqlangandek bo'ladi. Demak, men o'zim bo'lganim uchun emas, faqat foydam tegib turgani uchun kerak ekanman. Ko'p odam aynan shu haqiqatni bilmaslik uchun doim harakatda yuradi. Doim yozadi, doim tushuntiradi, doim yumshatadi, doim bog'lab turadi. Va shu jarayonda charchoqni yaqinlik deb adashtiradi. Aslida esa u yaqinlikni emas, uzilmaslikni saqlab qolishga urinayotgan bo'ladi. Endi savol shuki, haqiqiy masofa paydo bo'lsa nima bo'ladi? Ataylab emas, o'yin sifatida emas. Shunchaki sening iching charchagani, ko'zing ochilgani yoki endi bo'sh idishdan quyishning iloji qolmagani uchun paydo bo'lgan masofa. Shunda munosabatdagi havo deyarli darrov o'zgaradi. Lekin ko'pchilik kutgan tomonga emas. Sening doimiy mavjudligingga ko'nikib qolgan odamlar boshida bu yangi holatni hurmat bilan kutib olmaydi. Ko'pincha ular avval ranjiydi, hayron bo'ladi, hatto ayblaydi. Sen o'zgarib qolibsan. Oldingidek emassan. Nega buncha sovuqlashding? Aslida esa ko'p hollarda sovuqlik emas, nihoyat shakl paydo bo'lgan bo'ladi. Oldin ular qulay harakat qilgan joyda endi chetlar bor. Oldin istagan payt kirib chiqilgan joyda endi eshik bor. Va eshigi bor joy odamni noqulay qiladi. Ayniqsa, ilgari taqillatmasdan kirishga o'rganib qolgan bo'lsa. Shu sabab sening birinchi chegarang ko'pincha olqish emas, bosim bilan kutib olinadi. Bu juda muhim nuqta, chunki ko'p odam aynan shu yerda ortga qaytadi. Ular boshqaning noqulayligini ko'rib, demak men noto'g'ri qilyapman deb o'ylaydi. Yo'q. Ko'pincha bu noto'g'rilik belgisi emas,
Bu birinchi marta haqiqiy ish bo'layotganining belgisi. Butun umring davomida ishqalanishni muammo deb bilgan bo'lishing mumkin. Tinchlik bo'lsin deb ichingdagini bosgansan. Hech kim xafa bo'lmasin deb o'zingni chetga surgansan. Lekin ba'zan aynan shu ishqalanish ichkarida haqiqiy men borligini ko'rsatadi. Yung ham insonning haqiqiy o'zligini topishi yengil jarayon emasligini aytgan. Bu silliq va chiroyli yo'l emas. Bu eski shaklning dars ketishi. Avvalgi hammaga qulay bo'lgan qiyofa yorila boshlaydi. Va shu yorilish ko'pchilikka yoqmaydi. Chunki ular eski ko'rinishingga tayanib yashab qolgan bo'ladi. Lekin eslab qol. Ularning sening to'liqligingdan ranjishi sening aybing emas. Bu gapni ichingga chuqurroq tushir. Ularning sening to'liqligingdan ranjishi sening aybing emas. Chegara noto'g'ri degani emas. Aksincha, kim seni chin dildan qadrlagan, kim esa faqat sening mavjudligingdan foydalangan, mana shu farq aynan chegara chiqqanida bilinadi. Kimdir ketadi, kimdir xafa bo'ladi, kimdir seni tushunishga urinadi, kimdir esa asta-sekin senga tengroq javob bera boshlaydi. Mana shu jarayon yo'qotish emas, saralashdir. Va eng oxirida sen shuni tushunasan. Odamlar seni hurmat qilishi uchun ulardan nimadir tortib olish shart emas. Faqat o'zingni tark etishni to'xtatishing kerak. Darrov javob bermaganing, ortiqcha tushuntirmaganing, asossiz ayb uchun uzr so'ramaganing, ehtiyojingni yomon narsa kabi yashirmaganing. Mana shu mayda lahzalar ichida sen asta-sekin boshqalarning qulayligi ichida erib ketgan odamdan o'z markazi bor insonga aylanasan. Shunda masofa usul bo'lib qolmaydi. U sening ichki tayanchingning tabiiy belgisi bo'lib qoladi. Va nihoyat odamlar seni faqat berayotgan narsang uchun emas, alohida inson bo'lganing uchun ko'ra boshlaydi.